Assalomu alaykum, pazanda qo'llar o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda mazali, ko'rinishi ham ajoyib bo'lgan baqlajondan salat tayyorlashni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi 2 dona baqlajonimizni po'stlarini archib tozalab olamiz. Po'stini archib olishimiz kerak. Po'stdan archib olgan baqlajonlarimizni yirik qilib somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Yirikroq qilib to'g'raymiz. Juda ham mazali bo'lib chiqadi salatimiz. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli bo'ladi. Mana to'g'rab tayyorlab olgan baqlajonimiz ustidan 1 osh qoshiq tuz solamiz. Baqlajonni to'la ustini yopguncha muzli suv solamiz va 20-30 minutga olib qo'yamiz. Masalliqlarni oila a'zolarimiz soniga qarab ko'proq kamroq tayyorlab olamiz. Baqlajonimiz tayyor bo'lguncha pomidor bodringlarni to'g'rab olamiz. Bizga 2 dona pomidor, 2 dona bodring kerak bo'ladi. Bodringni 2 ga bo'lib, qiyaroq qilib, pare shaklda qilib, yuqa qilib to'g'rab olamiz. Mana to'g'rab tayyorlab oldik. Endi pomidorlarimizni yuqa qilib somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Pomidorimizni ham to'g'rab tayyorlab oldik. Mana baqlajonlarimiz tayyor bo'ldi. Suvlarini to'kib tashlaymiz. Baqlajonimizni salfetkada yoki dasturxonda quritib olamiz. Endi esa 2 dona tuxumimizga 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana qurib tayyor bo'ldi baqlajonlarimiz. Endi 50 gramm un solib, yaxshilab aralashtiramiz. Baqlajonni hamma joyiga un tegishi kerak. Mana tayyor bo'ldi. Aralashtirib olgan tuxumimizni solib, yana aralashtiramiz. Tuxum ham hamma joyiga tegishi kerak. Bir xilda bo'lib aralashish kerak. Mana tayyor. Qizib turgan yog'imizga dona-dona qilib solib, qovurib olamiz. Yog'imiz issiq bo'lishi kerak. 2 tomonini qizartirib, qovurib olamiz. Tilorang bo'lib qovurilishi kerak. Mana ikkinchi tomoni ham qizarib boshladi. Mana baqlajonlarimiz tayyor. Endi olib olamiz. Endi sous tayyorlab olamiz. 4 osh qoshiq o'simlik yog'iga 2 dona chesnokni mayda to'g'rab solamiz. 1 osh qoshiq soya sous solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana hamma masalliqlarimiz tayyor. Pomidor bodringimiz ustiga 1 choy qoshiq tuz solamiz. Baqlajonlarimizni solamiz. Ko'katlar solamiz. Xohishga ko'ra ko'katlar solamiz. Men ukrop bilan kashnich ishlatdim. Tayyorlab olgan sousimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshi aralashib ketishi kerak. Mana salatimiz tayyor. Juda ham mazali, ko'rinishi ham juda ham chiroyli bo'ladi. Chiroyli qilib idishimizga bezatib, dasturxonga tortamiz. Tayyorlab ko'ringlar, buni tavsiya qilaman. Juda ham mazali salat bo'ladi. Ta'mi, baqlajonning ta'mi o'zgacha bo'ladi.
Video sizlarga yoqqansa sizlardan bitta layk. E'tiboringlar uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'ling. Videolarimni kuzatishda davom etinglar.